Xo'sh. Endi sağdaşlar mush narsadan keyin time muhim bo'lgan language focus qarang. Endi buningda biz mush tekst ko'rib o'tgan bir necha muhim nuqtalar. Qarang endi mana there is some water in the kettle. Odatda biz there are deb shikil o'rgangan. Endi masalan sanog'ini bo'lgan ismlarni nisbatan aytganda there is ni keyinda nima desanglar birlik keldi. Masalan there is a book on the desk. Partanın ustida bir tal kitap bor. Agar hamda bir necha tal bo'lgan bo'lsa, dersang, there are some books on the desk. Okay, there are some books on the desk. Endi bizningki ma bugungi ahvolda qanday desanglar, ma o sanig'ini bo'lmaydigan ismlar kelib qolsa, buning oldiga o'xshashlar sam keladi. Sanig'ini bo'lganlarning oldiga kelsa, sam deganimiz bir qancha tal degandan derak beradi. Sanig'ini bo'lmaydiganlarga kelsa, azroq biza deganga. Bunun hargiz nima desanglar, buning oldidagi there are mumkin emas. Kelmaydi, faqat nima? There is keladi. There is degan birga sanog'ini bo'lganlarning birlik, sanog'ini bo'lmaydiganlar keldi. Demak, there is some water in the kettle. Demak, chaynakda azroq nima bor? Suv bor. Xo'sh, endi buning savol shakli qanday bo'ldi desanglar, shu BP'ni oldiga shallaqqina chiqib o'tamiz. Shuning bilan bu savol haylandi. Şunun bilan savol shakli nima? Is there any water in this kettle? Endi oldin qatimliq rasm bir qatim ta'kidlagan savollar. Masalan, sam degan faqat bo'lishlik jumla keladi. Savol jumla bilan inkor jumlaga nima keladi? Any keladi. Demak, is there any water in this kettle? Endi bu nimada azroq nima bormi? Suv bormi? Agar bu inkor jumla bo'lsa, masalan, there isn't. Mushu is ning keyiniga not deganni qatimiz shuning bilan inkor bo'ldi. Demakchi there isn't any water in the kettle. Demakchi chaynakda suv yo'q. Okay, masalan potolkada azroq sut bor deganni nima deymiz? Bu sut deganni nima deysanlar? Sanig'ini bo'lmaydi shunami? Demak, there is some milk in the bottle. Okay? Potolkada azroq sut bor. And potolkada sut bormi bo'lsa, is there any milk in the bottle? No, there isn't any milk in the bottle. Okay. Demakchi inkorga there isn't any, is there any keldi. Demak, mush any sanog'ini no, sorry. Any deganimiz sanog'ini bo'lgan yoki sanog'ini bo'lmaydiganlar, sanog'ini bo'lgani ko'pligi sanog'ini bo'lmaydiganlar kelganda savol jumla, inkor jumla, savol, inkor, savol, inkor, savol, inkor, savol, inkor. Even jumla, fording. Even, fording. Tushundinglar? Ondan keyin sam cho'disanglar. Bo'lishlik jumla. Endi masam savol jumla ba'zi ahvollari keladi, lekin buni hozir o'rganmaymiz. Sizda kichik. Ona kerak o'rganamiz. Sal shu qanotlarini yetilgan o'rganamiz. Okay, endi men keyingisi canning ishlatilishi. Okay, can lalamsiz. I can speak Japanese. He can speak English. Endi mushariki canni qatqanliq farq nima desanglar endi. Manda qilalaydi shuning bir imkoniyatini bildirdi. Masalan, I can speak English, men demak ingliz so'zlay olaman. Endi men I speak English bo'lsa, men ingliz so'zlaydigan odam. Demak, endi bu ona tili hamda. Masalan, I speak Uyghur, English, Chinese, shunami? Men inglizcha Uyg'ur so'zlayman. Endi bu odatini bildirdi bolalar, oddiy hozir zaman. Demak, hamda siz davomli qiladigan yoki odatlangan ish harakatlar yoki uzoqcha mavjud bo'lib turgan holatlarda, masalan, har xil holatlarni deymiz, oddiy hozir qilmash deymiz. Men mesela ingliz so'zlayman. Endi yana birisi nima desanglar, imkoniyatini bildirdi bu yerda. Yoki shuni qilish iqtidoriga ega yoki ega emasligini bildirdi. Masalan, I can speak Japanese. Men yaponcha so'zlay olaman. Demak, shu ishni qila olish, shunga nima? You have the ability. Mana qila olasizlar, shu imkoniyatiga ega. Shuning qodir bo'lsanglar nima? I can speak Japanese, I can speak English. So can you dance? Wait, dans oynay olamsiz? Usta oynay olamsiz? So yes, I can. No, I can't. Ya, oynay olaman, yo'q, qana oynay olaman. Okay. I can play this game. Hamdan bu o'yin oynay olaman.
Can you play this game? Endi bu o'yinni o'ynay olamsiz? Demakchi bu shuni uqamsiz, bilamsiz, qila olamsiz? Namsa, what can you do? Voy, siz nima ish qila olasiz? What can you do? I can play the game. Men o'ynay olayman. What can you do? I can play the game. Endi men can bilan can't. Endi men can bilan can't nima keldi o'rasanglar? Masalan, qila olmak, qila olmaslik. Men can't degan shu nima qilmasa. Masalan, I can sing a song. Endi naqsh aytolmayman. I can't sing a song. And sol şekilde can you sing a song? Demek ki bu can'ni oldiga keyin o'tganmiz. Endi bu can'dan keyin diqqat qilgan nuqtamiz can'dan keyin cho'qim demadi sanlar fe'lning asl shakli keldi. Ba'zi bolalar masalan I can sing a song, I can sing a song deb o'ylagan. Masalan, igisi 3-shaxs birlik nima? Demak, igisining qanchinchi shaxs birlik, ko'plik, taqliq, juftlik qanday bo'lishidan qat'iy nazar, mush can'dan keyin fe'lning asl shakli keldi. Understand? Understand? Shu asl shakli kelganday qilgan. Endi buning inkor shakli I can't sing a song. Men naqsha aytolmayman. Xo'sh. Mana bugungi darsimiz tugab qoldi. Shu can, undan keyin there be, jumla shaklini bo'z oldingi darslarning bir necha qat varaqlab xotirangni. There be qanday so'zlab ekan, shuni bir takrorlab o'qisanglar. Bo'ldi. Ladies and gentlemen, that's all for today and see you next time. Goodbye.